17 million berdingiz. Qarang, 14 dollar beramiz, 360 ming qaytarib berdi. Ha, rahmat. Qadrdonlar, sizlarga qayerlar mashq summaga bo'lganini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xohlasa juda ham bomba ish bo'lgan, sababi juda ham obyektimiz chiroyli, uzun, shuni hisobiga juda ham chiroyli chiqqan. O'zingizlar ko'rasizlar, ish sifatiga baho berasizlar. Qani bo'lmasa do'stlar, bu joyga foydalangan ranglarimiz oq rangga shikalat rang hamda tillo ranglardan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa juda ham go'zal holatda tungi fondi yakuniga yetkazdik. Qadrdonlar, narx-navolarga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda fevral oyida turibmiz. 1 kvadrat tunkamizni 135 ming so'mdan usta haqqi reyka lesalari hamma yo'g'i ichida o'rnatib bermoqdamiz. Qadrdonlar, ishlatilgan materialimizning kvadratiga hisoblanadi, joyining kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi sizning joyingizdan ishlatayotgan materialimizning kvadrati ko'proq ketadi, bukilish, qayrilishlarining hisobiga qadrdonlar. Xo'p, do'stlar, ekranda turgan raqamlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol Rossiyada bo'lsangiz ham, Koreyada bo'lsangiz ham, Amerikada bo'lsangiz ham, musofir yurtda bo'lsangiz ham bemalol shu ekrandagi raqamlar orqali saqlanib qilib, internet orqali biz bilan bog'lanaverasizlar. Xudo xohlasa sizlarning ham uylariga mana shunaqangi ajoyib ko'rinishda tungi fonlarni qilib beramiz, agar nasib bo'lib kelishib qoladigan bo'lsak. Qadrdonlar, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Agar vodiydan bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Barchalarga rahmat. Sog'lik, salomatlik tilayman. Doimo salomat bo'linglar. Sizlarga nasib qilsin. Ota-onangiz bo'lsa, tanijoni sog' bo'lsin, omadlaringni bersin. Yana ham ko'proq klientlar kelib, Allohu akbar. uylarni yaxshilab